yurtdoshimizni eng avvalo tani jonlari sog' salomat bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bugun mana shu ajoyib kechaga tashrif buyurgan muhtaram mehmonlarimiz, qadrdonlarimiz, uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz barchalari bugun singlimiz Muxlisaxonni ajoyib kechalarini hurmatli mehmonlari bo'layotir. Har bir insonni tilida aytiladigan chiroyli samimiy niyatlar, chiroyli tilaklar, dil so'zlar bugun har bir yurtdoshimizning qalbida jo'sh urayotir desam xato bo'lmasin. Bir-birlarini sinashib, siylashib, ota-onalarning duolarini olib hayotning past baland yo'llaridan biz birga o'tamiz deya o'zlarining umr so'qmoqlarini bir-biriga chambarchas bog'layotgan mana shu yoshlarimizni hayot yo'llari chiroyli bo'lsin. Albatta mana shunday bir ajoyib yaxshi kunlarda har bir yo'ldoshimizga o'zini chiroyligina samimiy niyatlarini, tilak va tabriklarni aytib, singlimiz Muxlisaxonni bugungi eng bir fayzli kechalari bilan, qizlar basma davralari bilan muborakbod qilib